Bu videoda millionlab prosmotr yig'adigan real ssenariylari qanday yozilishini o'rgataman. Meni ismim Azizxon. Kontent yaratish bo'yicha 5 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, Instagramda ko'p auditoriyani jalb qila oladigan kontent yaratish uchun nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak, bundan tashqari jahonning top kontent yaratuvchilari foydalanadigan Reels formulasini real keyslar bilan tushuntirib beraman. Xo'p, mana bu ko'rib turgan 4 ta Reels bu mendagi real keyslardan bir qismi. Birinchisi bu o'zimni videoyim. 1.3 millionta prosmotr yig'gan va pastda uni ssenariysini ko'rishimiz mumkin. Bu ssenariy aynan bitta formula bo'yicha yozilgan. Nafaqat bu ssenariy, balki bu to'rala videoni ssenariysi bitta formula bo'yicha yozilgan. Hook, muammo, yechim va taklif. Kelinglar, u formulani sizlarga o'rgatishimdan oldin reelslar yaratishda nimalar qilmaslik kerak va nimalar qilish kerak, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, nimalar qilmaslik kerak? Reelslarda ssenariy yozayotganingizda umuman Reelsni yaratayotgan paytda salomlashmaslik kerak videoni boshida. Ya'ni o'zi 2025-26-yilga kelib listda chiqib o'tirgan odamning e'tiborini jalb qilib olish uchun 2.3 soniya kerak bo'ladi. Undan ko'p emas. Ya'ni yaqinda o'zi 2.8 sekund deb aytishganda, yo'q, уже kamayapti. Menimcha yaqinda 1 sekunddan bo'lib qolsa kerak bu narsa. 2.3 soniya ichida siz odamning e'tiborini уже jalb qilib olgan bo'lishingiz shart. Agar videoyingiz ko'proq prosmotr yig'ishini xohlasangiz. Siz salomlashib o'tiradigan bo'lsangiz, assalomu alaykum, meni ismim Azizxon, men kontent yaratish bo'yicha 5 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Bo'ldi. Salomingizni o'zi 2.1 nechidir sekund. Всё. O'tib ketdingiz. Xo'p, demak, salomlashmaymiz va o'zimiz haqimizda ma'nosiz ma'lumot bermaymiz. Agar juda ham kerak bo'lsa berishimiz mumkin. Qachon kerak bo'ladi? Siz u videoni o'zingiz haqingizda video qilib Instagramga zaklipis qilib qo'yishingiz mumkin. Bu videodan ko'p nimasi bo'ladi? Maqsad ko'zlanmagan. Ya'ni reelslarda trend bo'lishini xohlamagansiz. Shunchaki profilingizga kirgan odam siz haqingizda ma'lumotga ega bo'lish uchun shunchaki video qilayotgan paytingizda o'zingiz haqingizda ma'lumot berishingiz mumkin. Boshqa payt sizda asosiy maqsad o'sha sovuq, sizni tanimaydigan odamning e'tiborini jalb qilib olish bo'ladi. Xo'p, salomlashmaymiz, o'zimiz haqimizda ma'nosiz ma'lumot bermaymiz va keyingisi oshirib yubormaymiz. Oshirib yuborish deganda men nimani nazarda tutyapman? Agar o'zi umuman hayotda oshirib yuborsangiz, hamma narsani dabbalasi chiqadi. Reelslarda ham shunaqa. Ya'ni ma'lumotni ko'p berib yuborish bu oshirib yuborish hisoblanadi. Ma'lumotni keragidan ortiq berib yuborsangiz, kerak emas. Boshqa platformalar bor ma'lumotni uzoq berish uchun. Instagram qisqa, lo'nda, prям в точку, точkaga. Bo'ldi. Oshirib yubormaymiz. Xo'p, endi nimalar qilish kerak? Nimalar qilsak, videoyimiz prosmotr yaxshi bo'ladi, ko'proq auditoriya jalb qiladi, ko'proq odamlarni ishonchiga kiramiz, ko'proq produkt sotamiz, xullas. Nima qilishimiz kerak? Muammoni yechishimiz yoki emotsiya berishimiz kerak. O'zi reelslar ikki xil turga bo'linadi. Funksional va emotsional. Funksional bu muammo berib, yechim beryaptimi? O'sha u funksional. Ya'ni muammo berib yechim beradigan, ma'lumot beradigan, ekspert kontentlari, xullas bularning hammasi funksionalga kirib ketadi. Ya'ni maqsadli, qaysi ma'noda maqsadli? O'sha muammoni yechib beradigan reelslar funksional reelslar deyiladi. Yoki emotsiya uyg'otish kerak. Siz reelslarimizda chiqadigan o'sha mushuklarning videolari, tam qizi yigitiga iPhone 7 sovg'a qilgan, gul tashab ketgan. Xullas shularning hammasi emotsiya uyg'otadigan. Odamning emotsiyasi bilan o'ynashib, tam odam o'zini ko'radi. Shuni hisobiga reelslar ko'p prosmotr yig'ishi mumkin emotsiyani hisobiga. Keyingisi tushunarli kontekst yaratish. Bu nima degani? Tushunarli kontekst yaratish qanaqa bo'ladi? Xullas, siz beradigan ma'lumotni tomoshabin har xil tasavvur qilishi mumkin. Ya'ni siz mana buni ko'rsatsangiz, buni tillarangligini bilmaydigan, tillarang so'zi qanaqa ma'noni anglatishini bilmaydigan odam, umuman tillarang borligini bilmaydigan odam, faqat sariq rang borligini biladigan odam buni sariq deb aytadi. Sariq deb aytadi. Faqat tillarang bor, sariq rangi yo'q deb o'ylaydigan odam buni faqat tillarang deb o'ylaydi. Shu narsani ham tillarangni bilmaydigan odam, ham sariq rangni bilmaydigan odam uchun ham tushunarli qilib yaratish, kontekstni to'g'ri tuzish deyiladi. Agar funksional maqsadli reels qiladigan bo'lsak, biz videoni boshida muammoni real va aktualligini isbotlab berishimiz kerak. Ya'ni agar o'zida bor muammoni ko'rmasa, ya'ni qiziq emas unga. O'zida bor va u muammo muhim, buni yechish kerak deb isbotlab berish kerak. Agar masalan kasallik haqida video qiladigan bo'lsak, u kasallik muhimligini va uni yechish kerakligini, uni davolash kerakligini prям qo'rquv sifatida keltirib berish kerak, qo'pol qilib aytganda. Shunda videoni boshidagi krючок, hook juda ham yaxshi chiqadi va videoyingiz ko'proq prosmotr yig'adi.
Va oxirgisi odam Instagramda odamni ko'rish xohlaydi va qanaqadir robotni emas, tekst o'qib beradigan yoki tez gapiradigan. Shuning uchun kuzatuvchi tilida gapirish kerak. Qaysi ma'noda? Agar siz men bitta blog o'qirdim. Hozir u blog bormi yo'qmi bilmadim. O'zbekcha yoz edi nomi, adashmasam muallifi Said Nasrulloyev edi. Juda ham mashhur kooperator, ko'pchilik tanishi mumkin. Ular yozgandilar. Agar siz videoyizda, umuman matningizda kundalik foydalanadigan so'zlaringizdan foydalanmasdan, umuman boshqa adabiy so'zdan foydalanib, kundalik foydalanadigan so'zlaringizdan foydalanmasangiz, bu yaxshi tekst emas. Ya'ni siz yozgan tekstdagi so'zlar, kundalik foydalanadigan so'zlaringiz bo'lmasa, u yaxshi tekst emas. Bu yerda ham men shuni aytmoqchiman, что Reelsda odam tilida gapirish kerak bo'ldi. Hozir robot tilida ChatGPT ham ssenariy yozib bera oladi va ChatGPT bilan yozilgan ssenariylar ko'ramiz qanaqa. Xo'sh, endi asosiy joyga, ya'ni Reelslarni, ssenariylarni razborga o'tamiz va ko'p prosmotr yig'adigan Reelslarni formulasini o'rganib chiqamiz. Eslatib o'taman, bu Reels uchun ssenariy yozish haqidagi mini dars. Bizda umuman SMM bo'yicha to'liq kurs bor. Kursda siz SMMni 0 dan pro darajagacha o'rganasiz. Ekspertlar, brendlar, kompaniyalar, bizneslar uchun kontent yaratib, ularni sotuvlarini oshirish, umuman ularni ijtimoiy tarmoqdagi marketingini yuritish bo'yicha to'liq mutaxassisga aylanasiz. Space Academy'dagi SMM kursiga ro'yxatdan o'tish uchun opisaniyadagi havola bo'yicha ro'yxatdan o'ting. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Va darsni davom etamiz. Birinchi video. Bu video meni o'zimga tegishli. O'zimni blogimda chiqqan va 3 millionta prosmotr yig'gan. Hozir shu videoni razborini qilamiz. Birinchi gap bu hook. Hook ilmoq bor-ku, baliqchilar suvga otadigan o'sha ilmoq hook deyiladi. Ya'ni odamni ilib olish kerak. Rus tilida krючок bo'ladi. Bu yoqda o'zbekchada nima deyilishini bilmayman, bilsanglar yozib ketinglar. Aytilayotgan gap, hozirgi aytadigan ma'lumotlarim uchun doktorlar meni aniq yomon ko'rib qolishadi. Bu yoqda clickbait, lekin to'g'ri ma'nodagi clickbait. Ya'ni noto'g'ri emas, yolg'on gap emas. Hozirgi men beradigan ma'lumotni eshitib, realni doktorlar yomon ko'rib qolishi mumkin. Lekin shunaqa bo'lgan, kommentga doktorlar yozishgan. Buni qiziq ko'rmasdan iloji yo'q. Hozirgi aytadigan ma'lumotlarimni uchun doktorlar meni yomon ko'rib qoladi. Buni kimlar ko'radi? Doktorlar ko'radi birinchi o'rinda. Nimaga biz buni yomon ko'rib qolishimiz kerak? Bemorlar ko'radi. Nimaga meni davolayotgan doktor bu bolani ko'rib, buni yomon ko'rib qolish kerak? Demak, meni doktorim nimadir bilmasligi mumkinmi deb. Keyingisi umuman prosta bemor emas, doktor emas, oddiy odam ham qiziqib ko'radi. Bu degani hammaga qiziqarli bo'ladi bu. Nimaga? Endi davomini o'qiymiz. Endi bu yerda muammoni yaratamiz. Nikola Tesla aytishi bo'yicha, insondagi har qanday sog'liq bo'yicha muammoni hal qilish uchun chastotalar terminini o'rganish kerak. Bu yerda uje muammo bilan yechimni ham berib bo'ldim. Nikola Tesla aytishi bo'yicha, insondagi har qanday sog'liq bo'yicha muammolarni hal qilish, sog'liq bo'yicha muammo sifatida keltiriladi. Chastotalar termini uje yechim sifatida. Chastotalar terminini o'rganish kerak. Bu nima degani? Keyin to'liq informatsiya bu video chastotalar termini haqida, ya'ni qaysidir gertz eshitsangiz, sizga mana bunaqa sog'lig'ingizga foyda bo'ladi. Masalan, 430 gertz chastotani eshitsangiz, nimadandir xavotirlanayotgan bo'lsangiz, bo'ldi. U xavotiringiz ketadi degan ma'noda. Shu reelslarni gertzlarni gertz raqami va u nimaga yechim bo'lishini aytib ketganman-da. Oxirida eng muhim joy. Qaranglar. Oxirida bu chastotalarni YouTubedan topishingiz mumkin, qayerdan topish mumkinligini aytayman va oxirida CTA deyiladi bu. Call to action, ya'ni harakatga chaqiruv. Bu yerda sizlarga yanada oson bo'lishi uchun bu chastotalar uchun havolani Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Telegram kanal silkasi profilda. Obuna bo'ling. Bu eng muhim joy. Ya'ni Instagramdan obunachini yig'ib Telegramga yuborib yuboraman. Keyin yana bitta muhim joylardan bittasi bu tekstning ichida juda ham ko'p odamga yechim bo'la oladigan muammolar va yechimlar keltirilgan. Ya'ni agarda sizda uyqu bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, 3 gertsli chastotani tinglang. Uyqu bo'yicha muammo deyarli hammada bor hozir 21-asr. Shuning uchun bunga juda ham ko'pchilik yechim bo'lganini hisobiga prosmotr ko'p bo'lgan. 1.300.000 ta. Va keyingisi nimadandir xavotirlansangiz, bu ham hozir aktual. Juda ham ko'p odam shunchaki xavotirda yuradi. Keyingisi salomatligingiz yomonlashsa, prosta ko'nglingiz aynisa yoki boshqa ma'noda keltirilgan bu yerda salomatligingiz yomonlashsa 528 gerts qayg'u yoki alamni his qilsangiz,
174 Hz chastasidan eshiting. Xullas, odamlarning muammolari va ularga yechim bo'ladigan Hertz sonlarini aytib chiqaman. Bular realni ishlaydi. Mabodoga o'zinglar ham qidirib ko'ringlar. Xo'p, natijalar bilan bo'lishsam, nimalar bo'lgan? Telegram kanaliga yuborganimdan keyin Telegram kanalimda post yozganman. Ya'ni o'sha mana bu Hertz mana bu muammoga yechim bo'ladi deb. U post 75.900 ta prosmotr yoqqan. 75.900 ta. Kanalimda taxminan 800 tami obunachi bor edi. O'sha videodan keyin kanalimga 7000 ta odam obuna bo'lgan. Bitta Instagram Reels'ni deb. U paytda men bu ancha oldin yozilgan. Chatbotlarni bilmasdim. Ya'ni chatbot bu mana bu so'zni yozib qoldiring, biz sizga Telegram kanalimizga qayergadir ssilka tashlab beramiz deb aytiladigan narsa. U payt men buni bilmasdim. Shunchaki bioga kirib, havolani bosish orqali yo'naltirganman. Shuncha odamni. Xo'p, endi keyingi videoga o'tsak bo'ladi. Bu Ustoz AI loyihasi uchun qilingan Reels. Agar 16-24 yoshda bo'lsangiz, iltimos, hali kech bo'lmasdan bu videoni ko'ring. Agar hali o'zingizga mos kasbni topmagan bo'lsangiz, agar 16-24 yoshda bo'lsangiz, iltimos, hali kech bo'lmasdan bu videoni ko'ring. Biz hozir shunda o'zbek tilini tushunadigan 16 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan hammani qamrab olyapmiz, qaysidir ma'noda. Ya'ni kech bo'lishidan qo'rqadigan, nimadandir qolib ketishidan qo'rqadigan FOMO bo'ladigan 16 dan 24 yoshgacha necha yil? 8 yosh oralig'idagi odamlarni yig'ib olyapmiz. Keyin biz muammo yaratyapmiz. Agar hali o'zingiz uchun qulay mos kasbni aniqlamagan bo'lsangiz, qariligingizda orzularingizga erishmagan, kambag'alroq bo'lishingizni va ko'pchilikdan orqada qolib ketishingizni tadqiqotlar ko'rsatib beryapti. Muammoni qarang. Muammoni prям aktual darajaga chiqaryapmiz. Ya'ni qariganingizda orzularingizga erishmagan bo'lib qolasiz, kambag'al bo'lasiz, ko'pchilikdan orqada qolib ketasiz deb shu darajada aktualga chiqaryapmizki, bunga yechim qidirishni boshlaydi odam. Biz nima qilamiz? Orqasidan yechimni taklif qilishni boshlaymiz. O'zining shaxsi uchun mos keladigan kasbni topgan yoshlar 2 barobar tezroq o'rganib, 1,5 barobar tezroq lavozimlari ko'tariladi. Vot, mana bu yoshlar mana bunaqa bo'lar ekan deb o'sha yechimni berishni boshlaymiz. Bunaqa qilmasangiz nima bo'ladi? O'zi uchun mos kasb topgan yoshlar esa tezroq kasblardan zerikib charchashadi va yangi kasbga o'tib, hammasini noldan boshlashadi. Vot. Keyin yana muammoni aktualga ko'taramiz. Bu 1 yil ichida bilmaydi, lekin 10 yildan keyin sizdan 2 barobar ko'proq o'sadigan odamni tasavvur qiling deb yana muammoni ko'tarib, oxirida call to action qismida nima qilish kerakligini aytamiz. Lekin hali kech emas. Agar 1 soat vaqtingizni ketkazib, sizga qaysi kasblar mos kelishini bilmoqchi bo'lsangiz, buni aniqlashga yordam beradigan video tayyorladik. Biz buni YouTube'ga trafik yuborish uchun qilganmiz bu Reels'ni. Videoni olish uchun izohlarda orzu deb yozing va Instagramda kun bo'yi o'tiradigan tanishingizga yuborib qo'ying. Ham orzu deb yozadi, ham Instagramda o'tiradigan tanishiga yuboradi. Zo'ra. Instagramda orzu deb yozgan odamlarning sonini ko'rsataman. Men hozir faqat qo'rqib ketmanglar. Bu o'sha videodan olingan screenshot. 28600 ta komment. Bu вообще 28600 ta komment. 600 ta komment video zo'r chiqdi deb yozgandir deylik. O'zi bunchalik ko'p bo'lmaydi. 28000 ta orzu deb yozgan odam. Shu darajada biz muammoni aktual qilib ko'rsatdik va unga yechim berdik va odamlar u yechimga ishonishdiki, orzu deb yozishgan va biz ularga YouTube uchun o'sha videoni ssilkasini tashlab berganmiz. O'sha video adashmasam 100 ming ta prosmotr yig'gan YouTube'da. Biz keyingi videoga o'tsak bo'ladi. Bu videoda ham xuddi shunaqa formuladan foydalanilgan. Qaysi video iPhone'da, qaysi biri esa Androidda olingan deyilganda, bitta Androidda xullas ikkalasi ham iPhone'da olingan, kadr qo'yilgan, ammo bittasi iPhone'ning oddiy kamerasida olingan bo'lgan. Bittasi maxsus iPhone uchun ishlab chiqarilgan bitta kompaniya, Blackmagic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan dastur orqali professional syomka qilingan kadr qo'yilgan. Xullas, ikkalasini farqi juda ham katta bo'lgan va biz uni vizual hook sifatida foydalanganmiz. Qaysi video iPhone'da, qaysi biri esa Androidda olingan. Ikkalasi ham bitta telefon iPhone 15 Pro Max'da olingan, lekin oddiy Redmi'da ham xuddi shunday kadrlar olish mumkin. Vot. Oddiy Redmi'da ham xuddi shunday kadrlar olish mumkin deb biz ham iPhone auditoriyasini kuchliroq video olishga, ham Android auditoriyasini sizlar ham ola olasizlar degan umid berishga harakat qilganmiz. Bu yerda bo'lsa qiziq call to action ketgan. Agar kalkulyatorda ham professional so'zlamalar bilan zo'r video olishni istasangiz, izohlarda kalkulyator deb yozib oling. Zo'ra. Xullas, boya aytganimdek, odam Instagramda odamlarni ko'rishni xohlaydi, qanaqadir robotlarni emas. Shuning uchun 1000 ekspert kontent qilsangiz ham, jiddiy kontent qiladigan bo'lsangiz ham, jiddiy kontentga ssenariy yozadigan bo'lsangiz ham, qaysidir ma'noda odamiylikni esdan chiqarib qo'ymaslik kerak.
izohlarda kalkulyator deb yozib qoldirgandan keyin biz unga xuddi buni oldingi Reels'ni razborda aytganimdek ssilka tashlab berganmiz YouTube uchun. U video ham adashmasam 100-200 mingdan ko'proq prosmotr yig'gan. Va bunda bo'lsa kommentlar 8 mingta. 8 mingta komment bu juda ham zo'r. Bu esa oxirgi qilgan ishlarimdan biri. Space Academy Instagram uchun yozilgan birinchi ssenariyim. Bu videoda ham xuddi shu formula, faqat boshqacharoq ko'rinishda. Bilasizmi, nega 95% odamlar hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi? Sizlar bilasizlarmi? Bilmaysizlar, конечно. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rasizlar. Xo'p, ular noto'g'ri uyg'onadilar. Sразу aytib ketaman. Shu, sababi shu. 95% odam nimaga muvaffaqiyatga erisha olmaydi, ular noto'g'ri uyg'onadi deb nimalar qilish kerakligini men shu 95% ga kirardim, kun bo'yi hozir yurardim. Keyin qaradim, bitta formula o'rganib oldimda, keyin mana bunaqa qildim. Biologik qonun bor ekan, 90 kun kunni boshiga 90 minut, kunni qanaqa o'tishini hal qilib berar ekan. Shuni aytyapman-da, nimalar qilish kerakligini aytyapman. Muammo, yechim oxirida CTA bo'ladi hozir. Soat 7 da uyg'onasiz, bunaqa qilasiz deyapman-da. Keyin oxirida yechimni berib bo'lganimdan keyin mana bunaqa qilsangiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyapman-da. Oxirida ko'proq kelajagingizga manfaatli kontent uchun obuna bo'ling deb call to action beryapman. Harakatga chaqirish. Bu yerda harakatga chaqirish nima? Obuna bo'lish. Qanaqadir kalit so'z yozish emas, biz sizga qanaqadir Reels, qanaqadir YouTube video tashlab beramiz emas-da. Obuna bo'lish. Shunchaki obunachi yig'ish uchun. Videoni prosmotr 308 mingta bo'lgan va shundan 1945 ta yangi obunachi kelgan. Oxirdagi obuna bo'ling so'zi uchun. Agar men bu yerda obuna bo'lingni ishlatmaganimda nima bo'lar, bilasizlarmi? Ikkita obunachi kelgan bo'lardi. To'g'ri ma'noda aytyapman. Ya'ni sizni oxirida beradigan call to actioningiz muhim. Da, ungacha bo'lgan muhim holatlar bor. Ya'ni o'sha call to actiongacha odamlarni olib borish kerak. Bu boshida aytganimdek, muammo berib yechimni ichida shuni eplasa bo'ladi. Ya'ni muammo berib yechim bersangiz, videoni oxirigacha ko'radi odamlar. Lekin oxirida ham maqsad bo'lish kerak. Yo obunachi yig'ish yoki uni qayergadir yo'naltirib uni sotish, xullas ko'p. Ammo bo'lish kerak. Maqsadsiz Reels qo'yish bu shunchaki vaqtni bekor sarflash degan. Ssenariyga vaqtni bekor sarfladingiz, uni syomka montajiga, umuman Reelsni в целом bekorga qo'ydingiz degani. Maqsad bo'lish kerak. Bu ko'p prosmotr yig'adigan Reels uchun ssenariy yozish bo'yicha dars edi. Lekin bu kontent yaratish, umuman ijtimoiy tarmoqlar marketingi sohasi juda ham katta soha. Agar siz ijtimoiy tarmoqlar marketing SMM sohasini noldan pro darajagacha o'rganib, o'zingiz uchun, bizneslar uchun, ekspertlar uchun, brendlar uchun kuchli kontentlar yaratib va ular bilan sotuvni oshirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda SMM bo'yicha kurs bor. Space Academydagi SMM kurslariga ro'yxatdan o'tish uchun opisaniyadagi havola bo'yicha ro'yxatdan o'ting. Biz siz bilan bog'lanamiz.